Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Bugun 8 oyning 23-kuni Xitoy davlatining ishki vaziyati. Yaqinda Xitoyda ochilgan Beydayxi yig'indan keyin Xitoy hokimiyati yangi tadbir siyosatlarni yo'l qo'yibdi. U bo'lsa-mu Xitoy hokimiyati xalqaro davlatlarga nisbatan, ya'ni diplomatiya jihatda yumshoq siyosatni qo'llanish, qanday qilganda xalqaro jamiyatning qo'llashiga erishish, xalqaro jamiyatga nisbatan yaxshi do'stona pozitsiyada bo'lish, har qanday ish bo'lsa suhbat ilib berish, hal qilish tarafini tepish siyosatini qo'llandi ekan. Xitoy hokimiyati o'zining ishki davlatiga nisbatan o'z xalqiga qattiq siyosatni qo'llanish, yumshoq qo'lliq qilmaslik, proletariat diktaturini yurgizish qatorliq qattiq qo'lliq siyosatni yurgizdi ekan. Bunday qilishdagi maqsad ichki krizisning oldini oladi ekan. Xitoy hokimiyatining Beydayxi yig'ini ochilib bo'lgandan keyin Xitoy hukumatı sobiq diplomatiya ministri Yang Jiechi'ni diplomatiya do'stlikni kuchaytirish uchun Singapur davlatiga, Janubiy Koreya davlatiga avatib Xitoy virusi paydo bo'lgandan keyingi krizislarni yaxshilash uchun do'stlik harakatini boshlaydi ekan. Hamda ikkinchi qadamda Xitoy hukumatining diplomatiya ministrlari Sharq Osiyo davlatlariga, O'rta Sharq davlatlariga, O'rta Osiyo va Afrika davlatlariga qadar Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash uchun, oraliqdagi tushunmaslik masalalarni hal qilish uchun diplomatiya harakatlarini boshlab ketar ekan. Undan boshqa Yevropa qit'asi, Latin Amerika qit'asiga qarab yurish qildi ekan. Bu orqali Xitoy o'zining siyosatlarini chet davlatlarga nisbatan yumshoq ko'rsatish, o'zaro tushuncha hosil qilish, o'rtalikdagi krizislarni hal qilishning yo'lini izlaydi ekan. Hammamizning xabari bo'lgandek, Xitoy virusi tarqalgandan keyin butun dunyo Xitoy davlatidan bezor bo'ladigan, butun dunyo Xitoy davlatiga nisbatan o'chmanlik ko'zi bilan qaraydigan, hattoki imkon bo'lsa birlik etimdilam Xitoy davlati mushu yer sharida yo'qib ketsa deydigan g'azab va nafratga to'shqan vaziyatda turibdi. Xitoy davlati bo'lsa hozir Amerika davlatiga nisbatan qanday qilganda ikki davlatning munosabatini yaxshilab olish, qanday qilgan chog'da Amerika xalqi va Amerika hukumatiga nisbatan burunqi vaziyatni aksiga keltirish, bo'libmi hozirgi Amerika hukumati bilan va prezident Trump apandim bilan munosabatni yaxshilash uchun bütün kuchini ishga solmoqchi ekan. 2 kunning oldida Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo apandimning muxbirlarga qilgan so'zida Xitoy hukumati birinchi qitimliq savdo kelishimiga cho'qim amal qildiganligini deganligini debdi. Xitoy hukumati birinchi qitimliq savdo kelishimini amalga oshirish uchun davomli Amerika hukumatidan dehqonchilik mahsulotlarini sotib olaverdi ekan. Buningdan biz nimani bilamiz degan chaqda Xitoy hukumati Amerika hukumatiga yaxshi ko'rinish uchun kedankashligini tashlab Amerika davlatiga yaxshichoq bo'lib ko'rinmoqchi ekan. Chunki Xitoy davlati Amerika davlatiga yaxshichoq bo'lishdan boshqa tanlash yo'li yo'q ekan. Xitoy Amerika davlatiga nisbatan qattiq qo'lliq qiladigan va Amerikaga ishiltadigan ko'zlari qolmabdi. Amerikaga ta'sir qilaligidek Xitoyning ambarlarida o'q-dori kozirlari qolmabdi. Ya'ni bunday aytganda prezident Trump apandim og'zida tamaki tishlab, qo'lini kayni qilib g'adib turgan bo'lsa, Xitoyning bosh sekretari Xi Jinping kulimsirgan holda ta'zim qilib turib, chaqmoq yondirib, prezident Trump apandimning tamakisini tutashtirmoqchi ekan. Yig'ib aytganda Xitoy madaniyatidagi aldamchilik siyosatini qaytadan boshlamoqchi ekan. Amerika davlatining vaziyati bo'lsa Xitoy hokimiyatiga nisbatan qadam qistab kelib, bo'libmi harbiy jihatda Xitoy hokimiyatining jinni elish uchun urush tayyorligiga o'tib o'tibdi. Yaqinda Amerikada turishliq Xitoyning bosh elchisi Sui Tiankay bayonot e'lon qilib, biz davomli Amerika bilan bo'lgan diplomatik munosabatimizni yaxshilaymiz, o'rtalikdagi o'xshamaslik masalalarini hal qilamiz, Amerika hukumati bilan davomli suhbat qilishni xohlaymiz, ham suhbat olib boramiz, Amerika hukumatining har qanday shartlarini anglaymiz, ham hal qilamiz deb bayonot beribdi. Mana buningdan Xitoyning qanday pozitsiyada, qanday taktikani ishlatayotganligini his qila oladi ekanmiz. Xitoy hokimiyati Amerika davlat qilam bu siyosiy taktikani ishlatib qolmasdan
Yevropa va G'arb ellariga mushundaq siyosiy taktikani qo'llanishni boshlaydi ekan. Chunki butun dunyo Xitoy hukumatiga, Xi Jinpingga o'ch bo'lib ketganligini Xitoy hukumati biladi ekan. Shunga Xitoy hukumati keyniga chekinib turib, qaytadan hujum qilish taktikasini ishlatmoqchi ekan. Xitoyning bu hozirgi taktikasi Amerika davlatiga, G'arb davlatiga nisbatan xoshamatchilik qilish, yalvurish, ta'zim qilishdek taktikalarni ishlatar ekan. Endi Xitoy hokimiyati o'z davlatining ichki qismiga nisbatan keng ko'lamlik bostirishib bordi ekan. Bu orqali Xitoy davlat ishidagi krizislarni hal qilmoqchi ekan. Bu krizislar nima deganda, Xitoy o'zi tarqatgan Xitoy virusi, iqtisodiy krizis, bo'libmi Xitoy davlati chet davlatlar bilan bo'lgan savdo urushida ig'ir talafotga uchrab, bo'libmi Xitoy hukumati Hong Kongning xalqarodagi alohida imtiyozdan ayrilib qolgandan keyin Xitoy kommunist hokimiyati chet el mablag'larini va chet el korxonalarini Xitoy davlatiga akiradigan imkoniyatdan ayrilib qoldi. Shunga Xitoy hokimiyati amalsiz tashqi eksport savdosi gumron bo'lgandan keyin ichki iste'molni rivojlantirish siyosatini qo'llanmoqchi ekan. Bu orqali chet el mablag'lari, chet el zavod, korxon shirkatlarining chekinib chiqib ketganligining o'rnini to'liqlash uchun jon talashmoqchi ekan. Xitoy hokimiyati ichki iste'molni rivojlantirish krizisini hal qilish yo'lini izlashdan boshqa texmi cho'ng bir krizis paydo bo'lib yetibdi. U bo'lsa-mu Xitoy davlati ichidagi ochliq yetishmaslik krizisi ekan. Xitoy tadqiqot organlarining e'lon qilgan dokladida hozir Xitoy davlatida 130 million tonna ochliq yetishmaydi ekan. 130 million ochliq yetishmaslik degan qanday uqum deganda, Xitoy davlatidagi har bir fuqarolarning beshiga taqsim qilgan chaqda har bir odamga bir yilda 100 kilogram ochliq yetishmaydi ekan. Yana ochiq qilib aytganda, bir odam bir yilda sayko'ktat, go'sht, moy qatorliq narsalarni chiqarib olsa, bu Xitoy fuqarosi mushu yilda ocharchilikda qoladi degan gapkan. Bu vaziyat Xitoy hokimiyatining mavjud bo'lib turishi uchun cho'ng xatar ilib keldi ekan. Shunga Xitoy hokimiyati, ya'ni Xi Jinping darhol buyruq tushirib, ochliq tejash harakatini ib berish buyrug'iga imzo etibdi. Bunday aytganda, Xitoy davlatida keng ko'lamlik ochliq tejash harakatini boshlab ketar ekan. Bu demak, Xitoy davlatida ochliq tejash harakatini ib berishning o'zi Xitoy davlatining ichki vaziyatining qanchalik jiddiy bo'layotganligini his qilsak bo'ladi ekan. Bu ochliq tejash harakati boshlangandan keyin Xitoy davlatining har qaysi yerlarida har xil siyosiy tadbirlar yo'li qo'yilibdi. Ba'zi bir siyosiy tadbirlarni insonlar qabul qilolmaydigan shaklda ilib berilib yetibdi. Masalan, ba'zi bir oliy maktablarga o'qitirish chiqarib, tomoq yeyishdan burun oldi bilan shu odamning ig'irligini tortish kerak. Agar ig'irligi 50 kilogram atrofida bo'lsa, cho'qim bir qoch tomoq yeyish kerak. Agar ig'irligi 70-80 kilogram bo'lsa, 2 qoch tomoq yeysa bo'ladi. Bunday aytganda, bir odamga ochliq berish uchun shu odamning ig'irligiga qarab turib tomoq yeyishga ruxsat qiladi ekan. Undan boshqa har bir odamning eng tuvan iste'mol qilish o'lchimini amaldan qoldirib yetibdi. Masalan, restoranlarga kirib qolsa, 10 odam cho'qim 9 qoch tomoq ilib yeyish kerak. Agar 9 odam bo'lib qolsa, cho'qim 7 qoch tomoq ilib yeyish kerak degandek qonun tuzumlarini chiqaribdi. Uningdan boshqa cho'qim tomoq yegan qocha taqsilarni pop-pokiz yalib etmasa bo'lmaydi ekan. Tomoq yeb bo'lganda, tomoq yegan qocha va taqsilari paqirab yalildab turmasa, jariman qo'ydi ekan. Agar tomoq yeb tomoqni ochirib qo'ysangiz, texmi jariman qo'ydi ekan. Tomoqni oz ochirib qo'ysa, oz jariman qo'ydi ekan. Jiq ochirib qo'ysa, texmi jiq jariman qo'ydi ekan. Shunga o'xshash har xil shakldagi qoida tuzumlar davomlashib yetibdi. Ya'ni yangi chiqqan bir qoida tuzum bo'lsa, bo'libmi to'g'ri yegan vaqtida to'g'rining qo'ngdagi monda go'shtni kesib tashlab etmaslik. Faqat shu monda go'shtning uchini timoq og'ish bilan kesib qo'ysa bo'ldi deydi ekan. Agar bunday qilmaydi ekan, ochliqni isrof qilgan jinoyati otildi ekan. Xitoyning bu ochliq krizis vaziyatidan nimani ko'rib olamiz degan chaqda, demak Xitoy davlatida ocharchilikninki boshlanayotganligini his qilsak bo'ladi ekan. Xitoy tarixidami nurg'unlagan sulolarininki og'dirilib ketishi, yemirilib ketishi asosliq shu suladagi xalqlarning ocharchilikqa qog'illigini
Açarchilik haddidan ziyoda bo'lganligi uchun Xitoy fuqarolari to'planib, isyon qilib, oxirida nurg'unlagan sulollarning ag'dirilib ketishiga sababchi bo'lgan ekan. Hozirgi davr Mao Zedongning davriga texmi o'xshamaydi ekan. Mao Zedongning davrida bo'lsa 30-40 million insonlar ochlikdan o'lib ketgan ekan. Undaq bo'lishdagi sabab Xitoy hokimiyati yiza, nahiya ko'cha yo'llarni qamal qilib olganligi uchun bir yizining odami biroq o'lib ketsa, yana bir yizining odamlari bilmaydi ekan. U mezgilda yo telefon yo'q, xat aloqa yo'q, ko'cha mahallalarni minbing degan askarlar qurshab turib olib, 30-40 million insonlarning ocharchilikda o'lib ketishiga sababchi bo'lgan ekan. Agar hozirgi mezgilda ocharchilik vaqasi yuz bergan bo'lsa, Mao Zedongning davriga hargiz o'xshamaydi ekan. Bütün aloqa qurol uchur davri taraqqiy qilayotgan bu mezgilda ocharchilikdan Xitoy fuqarolari isyon ko'tarish, Xitoy hokimiyatining gumron bo'lishiga nihoyatda cho'ng sababchi bo'ldi ekan. Xitoy hokimiyatining ichida bo'layotgan yana bir krizis u nima deganda, Xitoy yuqori qatlam huquqdorlar orasida o'xshamagan ko'z qarash va huquq siyosiy kurishi keskinlashib yetibdi. Xitoy Kommunist partiya maktabining Caisha ismli professor doktori Amerikada turgan mezgilda nutq so'zlab, Xi Jinpingga qarshi, hozirgi Kommunist partiyasiga qarshi nutqlarni so'zlabdi. Caishaning so'zlagan nazariyasida mayli Xi Jinpingga bo'lsin, mayli Xitoy Kommunist partiyasiga bo'lsin, hujum xarakterli so'zlar bayon qilinib, hozirgi Kommunist partiyasi, hozirgi Kommunist hokimiyati butunlay o'lik jasadga o'xshab qoldi. Bu qitib qolgan o'lik jasad Xitoy xalqini zavolliga opirdi degan nazariyasini o'tirg'a qo'ygan. Bu vaqadan keyin hozir Xitoy markaziy hukumatı Xitoy hokimiyatining hokimiyat qatlamlari ichidagi Caishaga o'xshaydigan, Caishaning ideyasiga o'xshaydigan odamlarni jiddiy tozalash, Xitoy Kommunist partiya maktablarining ichidan ikkinchi bir Caishaning chiqib qolmasligini qattiq ta'kidlab o'tibdi. Mayli qandoq hukumat qatlamlarining ichida biror Xitoy rahbarlari hukumatga qarshi fikr qilsa, darhol jazolashni yo'lga qo'yib o'tibdi. Bu demak Xitoy huquq qatlamlari ichida Xi Jinping hokimiyatiga qarshi keskin jiddiy vaziyat yuz berib yetibdi. Xi Jinping Mao Zedongni do'rab, ziyonlarga hujum qiladigan, ziyonlarga zarb beradigan harakatni boshlab yetibdi. Yig'ib aytganda Xitoy davlatining ichidagi iqtisodiy krizis bo'lsin, ocharchilik vaqasi yuz berish bo'lsin, Xitoy hokimiyat yuqori qatlam ichidagi keskin huquq kurishi bo'lsin, Xitoy davlatidagi tabiiy suv afat, baloyi qazo vaqasi bo'lsin, tashqi jihatda Amerika va G'arb dunyosininki siyosiy va harbiy bisimi bo'lsin, bu bisimlardan Xitoy hokimiyatining qutulib qolishi mumkin emas ekan. Xitoy hokimiyatining G'arb dunyosi va Amerika qo'llanayotgan ochliq setib olish, po'choq setib olish, birinchi qitimliq savdo kelishimga yaxshi amal qilyapman-ku degan yaxshi pozitsiyasini Amerika hukumatiga har qancha yaxshi bildasimi, Xitoy hokimiyatining bu yilisiga G'arb dunyosi va Amerika hukumati aldinib qolmaydi ekan. Amerikaning ochlig'i po'chog'ini olamsa ol, birinchi navbatlik savdo kelishimga amal qilamsa amal qil. Lekin Amerika hukumati yanada davomliq Xitoyning Hong Kongda yurgizayotgan inson qalbidan chiqqan jinoiy javobgarligini surishti qiladi ekan. Xitoyning dunyoga paydo qilgan virusning jinoiy javobgarligini davomli surishti qildi ekan. Yaqindan buyon Prezident Trump efendim saylam to'g'riliq nutqlarni so'zlaganda davomli Xitoyga hujum xarakteridagi so'zini davomlashtirib, Xitoy cho'qim dunyoga tarqatgan virusga javob berish kerak, ham javobgarlikka tortilish kerak degan so'zlarni davomlashtirib o'tibdi. Bo'libmi Prezident Trumpning hokimiyat gruppasi Xitoy hokimiyatining Hong Kong masalasi, Tibet masalasi, Uyg'ur masalasiga kelganda Xitoy hokimiyati cho'qim javobgarlik tortilish kerak, Xi Jinping cho'qim javobgarlik tortilish kerak degan so'zlarni qilib o'tibdi. Oqsaroyning bosh kotibi Pompeo efendimi so'zida keskin holatda Xitoy hokimiyati insoniyatga qilgan jinoyatining badliga bu hokimiyat cho'qim o'zgarish kerak, Xitoyning hokimiyati cho'qim o'zgarmasi bo'lmaydi degan shartni o'tirib qo'yibdi. Xitoy davlatining ichki vaziyatidan bir qo'r xabardor bo'ldik. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.